Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat Toshkent metropoliteni. Metro va ayollar haqida 4 qisqali fakt. Metroga tushishingiz bilan bekatlarni va asosiy qoidalarni e'lon qilayotgan ayol ovozini eshitasiz. Eshiklar yopiladi. Keyingi bekat Alisher Navoiy. Kosmonavtlar metro bekatida birinchi ayol kosmonavt Valentina Tereshkova rasmi bor. Metrodagi juda ko'p bekatlarning bezaklarida ona va ayol simolarini ko'rish mumkin. Metroda juda ko'p ayollar faoliyat yuritadi. Masalan, poyezdlarni boshqaradigan ayollarning o'zi 15 nafar. Biz mana shu yerda ishlaydigan mashinistlardan biri Yoqtoy opa bilan gaplashamiz. Sizga bir nechta savollarim bor edi. Marhamat, bersiz bo'ladi. Necha yildan beri bu yerda ishlaysiz? Bu yerda 2 yildan beri faoliyat yuritaman. Mashinistlar oldin ayol mashinistlar bo'lmagani uchun bizda kurs ochilgan. O'sha kursda o'qib, 11 oy o'qiganmiz, 3 oy amaliyot o'taganmiz va 6 oydan beri hozirda mashinist sohasida faoliyat yuritaman. Meni bir savol qiynaydi. Qanaqa qilib birinchi kabinadan eng oxirgi kabinaga o'ta olasiz? Bu savollar juda ko'pchilik berishgan. Bir xilla egsangiz bormi deb aytishadi. Yo'q, javobi oddiy. Birinchi kabinadan oraliq o'tish eshiklarimiz bor. O'sha orqali men birinchi vagonimdan oxirgi kabinamni eshigi orqali o'tib olaman. Tushundingmi, Sirojiddin? Ishdan tashqari vaqtingizda o'zingiz ham metroga tushib turasizmi? Albatta, chunki vaqtimni tejash maqsadida tushib turaman. Metroda bolalar qanday sho'xliklar qilishadi? Metroda bolalar ko'pincha favqulodda aloqa tugmasini bosib sho'xliklar qilishadi. Ba'zi bir ota-onalar bolasini qo'ldan ushamagani uchun platforma chetidan chiqib ketadi. O'shanda ogohlik talab qilgan holatda ularga qarashimiz shart. Bu kasb qizlar uchun qiyinlik qilmaydimi? Bu sohani egallashda turli xil qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Va lekin agar qiziqishingiz bo'ladigan bo'lsa, bu kasbni bemalol egallashingiz mumkin. Tushunarli. Boshqa savollaringiz yo'qmi? Yo'q, rahmat. Katta bo'lsangiz kelsangiz, o'zim men sizga mashinistlikni o'rgataman. Kelishdik. Aziz bolalar, metrodagi 5 ta muhim qoidalarni sizlarga eslatamiz. Bekatdagi sariq chiziqdan u tarafga o'tib ketmang. Metroga yolg'iz tushmang va kattalar bilan harakatlanayotganingizda ulardan uzoqlashmang. Bekatdagi qarovsiz va begona buyumlarga tegmang. Eskalatordan foydalanayotganingizda tutqichlardan ushlab oling. Poyezd eshiklariga suyanmang. Zarurat bo'lmaganda favqulodda aloqa tugmachasini bosmang. Metroga qilingan sayohatimiz sizlarga yoqdimi? Shaxsan menga shunaqangi yoqdi. Ayol va qizlarni kelayotgan bayram bilan yana bir bor tabriklaymiz.